Mana shu kokteylni sizlarga tavsiya qilaman qizlar. Buni ichsanglar energichni bo'lib qolasizlar. Bu qorninglarni zo'r to'q tutib beradi qizlar. Umuman yaranchiq qilib yurmaysizlar, lanchlashib, mana bir xillatcha bilasizlar, ovqat yemasa ham kokteylni o'zini ichsa, ovqatni o'rnini bosadi. Chunki bu turisi ko'p vitaminlar bor. 23 xil tasavvur qilinglar va pishi zo'rda bu. Naturalniy narsa, hech qanaqa zarari yo'q oshqozoningizga ham, organizmga ham masalan. Buni ichsanglar shunaqa energichni bo'lib qolasizlar menga o'xshab. Bu kokteyl bilan birga ichish kerak. Uyqingizdan turishinglar bilan, ko'zinglarni ochishinglar bilan mana shu drain effektni bitta 100 gram suvga qilib ichib olsanglar, bilasizlar, uyqudan turganimiz yuzimizda atyoq bo'ladi, ko'zimizda atyoq bo'ladi, qo'limizda shishlar bo'ladi, chunki biz kechqurun suvli ichamiz. O'zi soat 9 dan keyin o'zi suv ichish вообще mumkin emas-da. Chunki atyoq yig'adi, telamiz atyoq yig'adi. O'shaning uchun mana shu drain effektni ichinglar.